yana bitta monster внедорожник sotuvga olib keltirdim. Bugun sotuvimizda Mitsubishi Pajero eng надежный motori bilan birga 2008-yil 290 ming kilometr probeg, 3 litrli atmosferniy dvigatel, 180-190 ta ot kuchi, расход taxmini 13 dan 15 litrgacha oververinglar va именно aynan shu dvigatel bu kuzovga, bu avtomobilga va privatga ancha mustahkamroq hisoblanadi. Orqadan dizayniga qaranglar, realniy Jeepni emotsiyasini va vidini beryapti. Endi qaranglar, bu yerda bagajni otsek kattaligi, bu yerda отдельно apparaturasi o'rnatilgan, akustichskiy anaqa усилительlari bilan birga. Endi salonni ko'rib chiqamiz. Qaranglar, salon ancha keng. To'g'risi aytsam, Pradodan ham bitta ichi kengligini ko'rishingiz mumkin. Tomimizda katta stiklanniy lyuk, именно ovchilar uchun juda mos variant. Endi oldi qatorda ko'ringlar, elektropривод сидений, multirul, tumanka управление, parktroniklari, бортовой kompyuter o'rtada torpedkada bor, оптитронный табло, пониженная передача, переключение на подключаемый полный привод, отдельно orqa привод ham qilishingiz mumkin. Shu joyiga like tirs qilib esinglardan chiqmasin, sababi bunaqa zo'r narxga katta внедорожникlarni sizlar uchun qidirib chiqaryapmiz reklamaga. $15,000 kelib naqd sanab olib ketishingiz mumkin.